Hozirgi uylarni ko'ryapsizlar-ku, kompaktni qurilyapti. Xonalari ham kichkina bo'ladi, lekin keng xonaga ega. Mana shu orqamizga xonadonimiz sotilyapti. Umumiy yer maydoni 5 sotuqni tashkil qiladigan 6 xonaga ega, yangi remontdan chiqqan, ko'chib kelishganiga 6 oy ham bo'lmagan, lekin srochni sotishlari kerak bo'lib qolibdi. Bilasizlar, shunaqa vaziyatlar bo'lib qoladi. Mayli, qaranglar. Mana shu orqamizga xonadonimiz 19 metr fasadiga ega, yangi remontdan chiqqan dedim. Bu yerda suv, gaz, svet, kanalizatsiya muammo bo'lmaydigan joylar, tok umuman o'chmaydi. Ikkita faza o'tgan chunki bu yerda. Asfalt mahalla ko'ryapsizlar. To'g'ridan biz shundoqqina Stroymart Ibn Sino shundoq betonkasiga chiqamiz. 100 metr uzoqlikda yangi domla Novostroykalar ko'rgansizlar. O'shani orqasida sohibkor mahalla bo'ladi. Kelinglar, xonadonimizni obzor qilamiz. Bu yoqdan kirish darvozamiz juda ham keng. Darvozaxonamizga ko'rishingiz mumkin. Bemalol 4 ta 5 ta avtomobil sig'dirib qo'ysak bo'ladi. Juda ham chiroyli remontlardan chiqarilgan xonadonimiz. Yorqin bo'lib turibdi. O'ng tarafdan qo'lib bo'ladigan joylarimiz bor va hovlini qaranglar. Juda ham chiroyli bo'lib turibdi. Fayz shundoq yog'ilib turibdi. Mana shu hovlimizning o'zidan gazonlari, ekilgan rayhonlari, alohida hidlari bilan xonadonimizning fayzini yoritib turibdi va bu yoq tarafdan ko'ryapsizlar kachinli zona, tapchanli zona, har kunga 8 kishilik o'tiradigan zonalari bilan birga bo'ladi. Tepalarida ko'ryapsizlar baland patolog bilan naves qilingan. Bu yoqda kolonnalari, 4 ta kolonna bor ekan va albatta yozgi oshxonamiz. Ko'ryapsizlar yozgi oshxonani, mana belbog'larini Marakanskiy kafillardan foydalanilgan ekan. Bu yerda rakvinasi bor, qozon, o'choq, xullas hamma sharoitlari qilingan ekan va hovlimizda mana bu alohida chiroqlarga e'tibor beringlar. Xonadonimizning yerto'lasi ham bor, hovlidan ham tutsak bo'ladi, ichkaridan ham, ya'ni xonadonimiz ichidan ham tutsak bo'ladi va bu yoq burchagimizda hovliga qaragan alohida hojatxonalari qilingan. Xonadonimizda 3 ta kuzatuv kamerasi bor, ko'chadan 2 ta va hovlining o'zida bitta kamerasi bor, balkonlari ham mavjud. Xonadonimizni chekiramiz, batafsil obzor qilamiz. Ketdi. Hovlidan asosiy binomizga kirib kelar ekanmiz. Xonadonimizning hovlini birinchi ko'ramiz. Juda ham keng. Ko'ryapsizlar, xonadonimizning dizayni neoklassik etsa neoklassik emas, minimalizmni bemalol etsak bo'ladi. Xonadonimizning hovlini o'zida ko'ryapsizlar, o'tiradigan divanli zonalari qo'yilgan va alohida mana shu hovli o'zidan gladinli doska qo'yib, dazmolxona qilingan ekan. Xo'p, bu hovli o'zidan televizor zonamiz bo'ladi, mebellar qilingan ko'ryapsizlar. Bu yoq tarafdan, ya'ni asosiy eshikdan kirganmiz, zinab qo'yamiz, ikkinchi qavatga chiqamiz. Patolog balandligiga alohida e'tibor berasizlar. Aniq 3,5 metrdan baland bo'ladi. Va asosiy eshikdan kirdik, birinchi ko'radigan xonamiz bu yoqdan kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona va o'zini bu xonamizning sanuzullari mavjud. Va bu yoq tarafdan bu xonamizning o'zini tashqariga qaragan derazalari mavjud. Bu xonamizda eng ko'zga tashlanadigan narsa patologi. Ko'ryapsizlar, buni usta akalarimiz juda yaxshi biladi. Mana shu figurani chiqarish juda qiyin hisoblanadi. O'zini alohida bejirim lyustralariga ega. Bu xonamizdan chiqib navbatdagi ko'radigan xonamiz, yana o'sha katta xollga qaytdik. Albatta mehmonxonamiz bo'ladi. Mehmonxonamizning kengligini bitta ko'ringlar. Mana buni qaranglar. Razmeri keladigan bo'lsa, uzunligi 10 metr tashkil qiladigan bo'lsa, eniga 5,5 metr bo'ladi. Albatta bu gilamlar, pardalar xonadonimizda qoladi. Buni olib chiqib ketishmaydi. Lyustralari ham chiroyli qilib qilingan. Xonadonimizni ko'rishni davom etamiz. Kelinglar, juda ham keng xona ekan. Xonalari ham keng. Oshxonamizga kelamiz. Juda ham muhim xonalardan bittasi. Mana bu oshxonani qaranglar. Juda ham bejirim oq bilan jigarenni bir-biri bilan chiqishini men faqatgina mana shu xonadonda ko'rdim. Ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli foydalanilgan. Bu yerda stroyniy mebellar bo'ladigan bo'lsa, eng yoqqani mana shkaf bo'ldi. Qaranglar. Ayollarimiz uchun juda ham qulay, hamma mayda-chuydalarni solib qo'ysa bo'lar ekan. O'zini xolodilnigiga ega, mana bu xolodilnikni olib ketishsa kerak, ya'ni o'zligi bilan gaplashib olasizlar. Mana bu yoqda har kunga o'tiradigan mebellari mavjud. Xonadonimizda 100% to'pli pol va radiator tizimlari bilan ta'minlangan, tashqariga qaragan derazasi bor. Endi xonadonimizni yana ko'rishda davom etamiz. Ko'ryapsizlar, hamma narsa sifatlilardan foydalanilgan. Bu yoqda zinab qo'yamiz, yana yerto'laga tushadigan joyi bor. Yerto'lamiz ham juda ham keng. Hozirgi mehmonxonamizni ko'rdinglar, 5,5 ga 10. Bu yoqda ham xuddi shunaqa xonamiz bor. Alohida 3 ta xonaga ajratilgan. Bittasi oshxonamiz tegi kotelli xona bo'ladi. Hamma sharoitlari zo'r qilingan, filtrlargacha qilib qo'yilgan. Va alohida 3-chi xonamiz bo'ladi. Uni o'zingizlar xolodniy xona qilib foydalansanglar bo'ladi, chunki stenkalari ham tayyor qo'yilgan. Va ushbu xolodniy xonamiz orqali biz hovliga chiqsak ham bo'ladi. Xonadonimizning ikkinchi qavatini bu yoqdan ko'rsatdim. Tepaga chiqib batafsil ko'ramiz. Ikkinchi qavatga chiqib olgan bo'lsanglar, kelinglar. Zinapoyamizni ko'rdinglar. Chiqishimiz bilan bu yerda ham katta hol joylashgan bo'ladi. Minimalizm stilini yaxshi ko'radiganlar uchun mana shu xonadonimiz juda ham ideal hisoblanadi. Bu hovli o'zida o'tiradigan divanli zonamiz, juda ham sifatli italyanskiy mebellangan.
va bu yoq tarafdan tashqariga qaragan o'zini balkoni bor. Ko'rayotganinglardek, hovli balkonimizdan juda ham chiroyli ko'rinar ekan. Endi bu balkonimizdan chiqib xonadonimizning xonalariga to'xtalamiz. Ikkinchi qavatdan birinchi ko'radigan xonamiz qiz bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Bu xona ham juda ham keng ko'rasizlar. Qiz bolalar uchun alohida karavotlar, garderoblar qilib qo'yilgan va shu xonamiz o'zini tashqariga qaragan derazalari mavjud. Bu xonamizdan yana xollga qaytdik. Bu xonaga kirishdan oldin ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona bu. Okamlar o'zlari uchun minimalistik stilda qilgan ekanlar. Kelinglar, bitta ko'rsatib qolaman. Bismillah. Menga juda yoqdi. Ortiqcha narsa yo'q. Ko'rasizlarmi? Garderob yo'qdan qilingan razvijnoy o'zini temniy oynalari bilan bo'yanadigan alohida komodniy zona bo'ladi. Konditsioneri mana tepaga nimchini qilib qo'yishibdi va bu xonamizda o'zini alohida sanuzurlari mavjud bo'ladi. Sanuzurlar ham keng, katta ekan. Xonadonimizni yana eslatib o'taman. Polniy cho'pli pol sistem bilan ta'minlangan. Va navbatdagi ko'radigan joyimizda bu yoq tarafdan umumiy hojatxona va yuvinish xonamiz bo'ladi. Bu hamma uchun qilingan va yon qismidan bizga yana bitta xonamiz, ya'ni bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona gilamlari solingan. Bemalol agar o'g'linglar bo'lsa, mana shu tipda xonasini mo'ljallab qo'ysanglar bo'ladi. Buni ham ko'chaga qaragan derazalari mavjud. Va zinapoyamizga qaytdik. Yana ko'rasizlar, bu yoqdan chiqqan bo'lsak, xo'ldan bu yoq tarafni ko'rsatdim. Chap taraf bilan yuradigan bo'lsak, zinapoyadan chiqqanimizni katta mehmonxona qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Endi ikkinchi qavatga menimcha mehmonxona kerak emas. Chunki birinchi qavatda o'zida 5,5 ga 10 katta mehmonxonasi bor edi. Bu xonani dam oladigan xona qilib ajratib qo'ysanglar ham bo'ladi. O'zi eng zo'r tarafi, ikkinchi qavatga mehmonxona kerak emas desanglar, o'rtasidan bitta xoll qilasizlar. Shu joydan ikkita xonaga bo'lib olsanglar bo'ladi, agar bolalar ko'p bo'ladigan bo'lsa. Chunki bu yoqdan ko'chaga qaragan derazasi bor, bu yoqdan hovliga qaragan derazasi bor. Ikkita xonaga zo'r mo'ljallab qo'ysa bo'ladi. Lustralari ham tayyor, ilingan, yorqin bo'lib turibdi. Xonadonimizning ma'lumotlarini yana eslatib o'taman. Umumiy yer maydoni 5 sotuvni tashkil qiladi. Har bir qavatimizda 150 kvadrat tashkil qiladigan bo'lsa, yerto'la bilan 450 kvadrat metr tashkil qiladi. Patkulch xonadonimizni egalari bilan kelishsanglar, mana shu yaxshi mebellarni ham sizlarga tashlab ketishadi. Hovlimizni ham ko'rdinglar, juda ham fayzli bo'lib turibdi. 5 sotuvli olaman deganlar uchun, niyat qilganlar uchun mana shu hovlini sizlarga tavsiya qilaman. O'zi hovlidan ham ko'rdinglar, xonadonimizning fayzliligi shundoq upurib turibdi. Sizlarga tushuntirib o'tirish shart emas, chunki ko'rsatib, isbotlab bo'ldi deb o'ylayman. Xonadonimizni ko'rdinglar, 6 xonaga ega, xonalari keng, ortiqcha narsalar yo'q, lekin eng sifatli, yaxshi narsalardan foydalanilgan. Devorlari ham 2 g'ish bo'yatibdi, qalin qilib sifatli qilib qo'yganlar. Narxini bo'lsa 399 ming dollar bilan baholashyapti. Ushbu 450 kvadratli xonadonimizda mahalla juda ham yaxshi mahalla, tinch, suv, gaz, svet, kanalizatsiya muammo bo'lmagan joylar bo'ladi. O'zi bu uyni qurishda, ko'tarishda ancha qimmatga tushganman, minusga sotib olmadim okamlarga, chunki pul juda ham zarur ekan. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'linglar va video yoqqan bo'lsa bitta like bosinglar. 1 dan 10 gacha baland qo'yib ketsanglar, shunga qarab turib biz shunaqa uylarni olib chiqishga harakat qilamiz. Qo'shimcha ma'lumotlarni pastki raqamga qo'ng'iroq qilib, uy egalari bilan birga baraka qilsanglar bo'ladi.